Mana belgini umraga borganlar biladi qanaqa belgi. Bu Zaytning brendi bu ikki tomonda. Oh Allah the Almighty. Zamzam ichib aytganda deganlar Imom Shofiy aytarlarki bu zamzam ichishli bu ibodatda. Imom Shofiy aytarlarki zamzam ichib aytib 3 ta narsani niyat qilganman degan. Nimani niyat qilganlar desalar, birinchisi deganlar zamzam ichib aytib kamon aytishni so'radim degan. Kamon aytishi nima daxli bor deydigan bo'lsa, ilgarigilar kamon aytishi, qilich o'ynatishi, dilishligi shart bo'lgan, oilasini himoya qilganda. Albatta qachon merganga raqam otadigan bo'lsam, o'qim bosadigan bo'lsam, merganga tekkan. Demak, men manziliga tekkan, to'shni bir o'lchagan yerimga tushgan. Demak, Alloh berib. Ikkinchisini ilm so'radim dedilar, Alloh berdi. Mana Imom Shofiy bo'ldilar. Üçüncüsü sır dediler. Üçüncüsü Allah'ın jamolini so'raganlarni, oxiratda bir jannat yaxshiliklarni so'raganlar sir dedilar. O'shuning uchun biz ham bir kecha niyat qildik, inshaalloh zamzam qo'shamiz dedik. Bir xalq xonadoniga bilmani kechagida bitta narsa meni qalbimni xursand qildiki, bannisaga deb oldi-da. Demak, o'sha joyga bir inshaalloh shifo bo'lsin deb biz ham niyat qildik. Alloh bir qalbimizdagi zohiriy va botiniy dardimizga Alloh shifo bersin. Zohiriy va botiniy qalbimizdagi niyatlarimizni to'g'ri qilishligimizda bu qilib turgan ihsonlarimizni Alloh bizni tanamizga quvvat bersin inshaalloh. O'shuning uchun niyat qildik, zamzam qo'shamiz. Affeder günahı Allahu Allah. Alemin padişahı Allahu Allah. Yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Canlallah, Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. Alel hadi sallallahu, Allahu Allah. La ilahe illallah, Allahu Allah. Ya Rabbel alemin Allahu Allah. Salli ala Taha'l amin Allahu Allah. Fi kulli vaktin ve hin Allahu Allah. İmla kalbi bil yakin. Mana bu chortoq ahli ustozlar, mana bu mo'minalarimiz, masjid ahllari aytishgan bo'lsa, ularning gaplari gap bo'ladi. Kim aytdi desam, ha eshitdik deydi. Yo'q, eshitdingmi? Tahorat nima? Tahorat poklanish. G'usl nima desa, g'usl katta poklanish. Demak, tahorat nima uchun olinadi? Namoz o'qigani, Qur'on o'qigani, janozaga va poklanish uchun. Ko'chaga chiqib ketayotgan odam tahorat bilan chiqib ketadi. Makka minadigan odam tahorat bilan minadi. Tahorat bilan uxlasa, har bitta olgan nafasi nima bo'ladi? Zikr, savob, ibodat bo'ladi. Mana bunga tahorat kerak. Endi bu shoshilib qoldi. O'rnidan turdingiz, to'r. Misol uchun onalarimiz yo akalarimiz to'r bo'lib qoldi. Hash-bash taomga uringunimizcha vaqt bo'lib qoldi-yu, o'g'atdik, bolalarimiz bir yo o'zimiz shashib qoldi-da, og'izni bekitdik. Roza bo'laveradimi? Roza bo'laveradi birodar. Og'izni bekitgandan keyin barib og'izni chayqab tahorat qilginaveradi. Endi og'iz ochishlikdachi desa, og'iz ochishlikda tahorat bo'lsa durust inshaalloh. Sababi nima desa, sababi birodarlar, og'iz achilayotgandagi duolar ijobat bo'ladigan vaqti bor. Xuddi jilla bekorchidak odam istab yurgandek har 4 odam bitasiga kirib o'tganmish. Unday qilib o'zimiz nima qilmaylik? Qiynamaylik. Yo'q, domlaga berib dam soldirgani, eqi berib dam soldirgani, yugurgani, dam soldirib ish yurg'izib bo'lmaydi birodar. Men bo'lgan voqeani aytib beraman. Bundan bir necha yil oldin Saudiyada jija kamomat bo'lib qazib qo'ygan paytimda xotin, "Voy xotin, ke.
Bismillahirrohmanirrohim aytadi. Hali ham oramizda Bismillahirrohmanirrohim deb yuribmiz. Qul huvallohu ahad, Allohu samad emas, qul pallohu ahad deb yuribmiz hali ham. Birodarlar, ammo lekin gap bermaydi. Xotinlar ham gap bermaydi, erkaklar ham. Ammo lekin hali inna a'toyna kal kavsar surasi borki, shuni hali ham inna sha'nika deb yuribmiz. Inna sha'nika emas. Mana buni to'g'rilaverishimiz mana bu oyda bo'lsin. Mana bu Qur'on oyida bo'lsin. Ana o'shuning uchun ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati val ardi ya zul jalali val ikrom. Allohim mehribonim. Jaloling, jamoling, haybatingga, eng go'zal ismlaringga hech nimani shirik keltirmay duo qilamiz. Avvalambor bu ko'tarilgan qo'llar Allohning roziligi uchun inshaalloh osmonimizni musaffo qilsin. Mana bu o'zga yurtlarda bo'lib turgan har bir diyonatsizliklardan bizni diyorimizni o'zasirsin. Mana bu tinchligimizni, barqarorligimizni ushlab turgan prezidentimizdan tortib to mahalla komitetigacha bo'lgan har bir rahbarlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Har bir kasblardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Mana tinchligimizni ushlab turgan bu ichki ishlarmidi, mana yorug'ligimizni bizga uzatib turgan bir elektritsiyadagilarmi, sog'ligimizga xizmat qilib turgan bir bannisadagilar, yana qolaversa bolalarimizni ilm tarbiyasini olib turgan o'qituvchi muallimlarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va mana bugun ayol boshi bilan, bevali bilan safarda yurgan opa-singillarimizni Alloh panohida asrasin. Mana bugun o'g'il qizlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz safarda yurishibdi. Alloh balandlikda, tig'i tevasida o'sha joyda bo'ladigan, ularga bo'ladigan fitnadan o'zi asrasin. Ularni ishlatib musallamatin ul kazzob haqini bermaydigan Alloh taolo yomonlardan bollarimizni o'zi asrasin. Allohim mehribonim, bugun ikki haramda va kechalari bizga xatm o'qib, masjidda xizmatlarimizda qilib turgan domlalarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Mahallamiz, xonadonimizga, qarilarimizga uzoq umr bersin. Allohim yurtimizni tinch qilgin. Doim shunaqa bizni yaxshilikka jamlaydi. Mana bu har birimizni Allohim bugungi tutadigan ro'zamizdan Alloh o'zi qabul aylesin. Qiyomatga zahira qilsin, gunohlarimizga kaforat qilsin. Bemorlik bilan tutolmay turgan do'stlarimizni Alloh dardiga shifo berib, yaniga Ramazonga safimizda roza tutishlik ne'matini Alloh nasib aylesin. Allohim o'lmagan jon Ramazon oyini ko'rdik. Ramazon oyiga gunoh bilan keldik. Ey Robbim, qilma degan amalimizni, qilma degan ishini qilib qo'ydik, kechirgin. Allohim bormaydigan joyingga qadam bosib qo'ydik, kechirgin. Birovi gapirma deding. Rasululloh birovning orqasidan gapirmani dedilar, gapirib qo'ydik. Ey Robbim, o'zing xatolarimizni kechirgin. Mana bu ihsonni tarqatib turgan. Mana bu bitta bu joyda emas. Mana bu Suvzovut, mana bu Bobur domda, mana bir qancha yana bir qancha ukalarimiz ham yana tashkil qilib biz ham ebeda qilsak bo'ladimi domla deb bo'ladi albatta. Allohim mana bu yaxshilikda musobaqalashib turibdi. Yurtimizda mana bu ihson qilib turgan, yana bir qanchasini bilib bildirmasdan ihson qilib turgan boylarimizni Alloh tanjini sog' aylesin. Bizni ham farzandlarimiz orqamizdan shunaqa bir zakot beruvchi, yaxshilik qilguvchilardan chiqsin. Allohim mehribonim, sendan so'raydigan narsamiz bor. Hammamiz ham bola baqyaptik. Qaragan chog'imizda bolalarimiz ota-ona nima deysiz, ota-ona nima yeysiz emas, otajonim, onajonim deb xizmatimizni qilishligini Alloh nasib ro'za aylesin. Allohim aka-uka ahilligimizga ko'z tegmasin. Bizni aka-uka, ini singil ahilligimizni ko'rib, ota-onamiz ruhlari doim shod bo'lsin. Allohim hammanini ihrom kiyib labbayka aytishlik lazzatiga hammanini Alloh nasib aylesin. Mana bu Ramazon oyidan so'raymiz, hammamizni gunohlarimizni Alloh kechirib, pok holatda Ramazondan chiqishlik ne'matini hammamizga nasib uringan bu aka-ukalarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Allohumma solli va sallim va barakala. Mana bu simsimdagi savdo sotiqqa Alloh yana rivojini bersin, barakasini bersin. Voy, Arabistonda Kakiya degan bozori bor. O'shaga kirsak, voy simsim deb baqiradi. Nima uchun desa, mana bu joyda qilinib turgan bir chiroyli ishlarni Alloh o'sha joyda ham bildirib turibdi. Doim yurtimizda shunaqa savdamizga Alloh baraka bersin. Allohumma solli va sallim va barakala. Bi rahmatika. Bittasi aytadi, haram olsa simsim ahlini deb duo qilsam, bicha simsimni gapiraverasiz deydi. O'sha duoning ijobati mana ashini yevetdi, Xudo xohlasa. Yana yilga shashlik bersin bu. Payg'ambarimiz Habibimizni eslaymiz. Shoyatga hammamiz Habibimizni ismlarini aytganda salovat aytsak, tongda bo'lgan bir ibodat bo'lib qolsin hammamizga inshaalloh. Bu bo'lgan voqea Madinada bo'lgan voqea. Bu sekin-sekin qilaveramiz, nima deydi, urinaveramiz. Madinada bo'lgan voqea, Rasulimiz Masjidul Nabaviyada suhbat qilib o'tiruvdilar namozdan keyin. Bir kishi keldi-da, "Ya Allohning rasuli" dedi. "Labbay" dedi. "Mana" dedi, "uyimda qo'shnim bilan kelishmovchilik bo'lib qoldi. Shu kelishmovchilikni bizga bartaraf qilib bersangiz" dedi.
Qarang, unida yaxshi bo'lganda, beshiga bitta mushkul tushsa Rasulullohga berib atgan. Ularni yonida turgan duogo'yi Rasuli bo'lganda. Alloh hammamizga qiyomatda Rasulullohni ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Ya Allohning Rasuli dedi. Qo'shnim bilan nima bo'lib qoldi? Ozgina tortishuv bo'lib qoldi. Qandoq dedi? Deyodilar. Meni dedi, ota-onamdan qolgan 9 ta yetim ukam bor. 9 ta yetimim bor meni dedi. 9 ta yetim ukam bor va meni bir tup xirmoyim bo'lardi, ota-onamdan meros bo'lgan. Xirmoni ular avaylab yegan, ularning taomi bo'lgan. Qarang biz qandoq ne'mat hayotda yashayapmiz. Va mana dedi, meni bir tup xirmoyim bo'lardi dedi. Mana bu bir tup xirmoni dedi, qo'shnim tortib oldi mendan. Shuni menga olib bersangiz dedi. Rasulimiz suhbat qilib turgan bir qancha, mana suhbat qilib turibmiz-ku. O'rtadan devor olganda bir tup xirmo, boyagi yetimmi xirmosi o'tib ketib qopti-da, qo'shniniki. Endi qarang. Rasulimiz hargi xirmoniga aytadi, ber dedi. Boyagi o'rtadan devor tortib olgan, bermayman dedi. O'rtada nima tug'ilib qoldi? Nizo. Bizning tilda problema bo'lib qoldi. Keyin kimga aytildi? Rasulullohga aytdilar. Rasululloh aytdilar: "Ey, baraka topgur. Mana bu bir tup xirmoni buni ota-onasi ekkan ekan va meni qo'shnining yetim ukalari bor ekan. Mana bu xirmo mana uni haqqi bergin" dedilar. Boyga aytdiki, "To'g'ri aytdingiz. Buni ota-onasi ekkan, ammo lekin bir necha yildan beri meni yerimda ekan. Bu xirmoni bera olmayman" dedi. Rasulimiz ber dedilar. Boyga Madinalik mushrik bermayman dedi. Boyga yetim ukalari bor, "Bering" dedi. Nima tug'ilib qoldi? Problema endi mushkul qattiqlashib ketyapti. Shunda Rasululloh aytdilarki, baraka topgur. Qarang, Rasulullohning gaplarini qarang. Shu bir tup xirmoni qo'shnining yetim sag'irlari bor ekan, berib yuborgin dedilar. Men senga jannatdan bir tup xirmo beraman, va'da qilaman. Qarang, Rasulullohdek zot jannatdan bir tup xirmo va'da qilaman dedilar. Qarang, jannatdagi bir tup xirmoga erishish uchun nimalar kerak? Qabrdan o'tish kerak, namozdan o'tish kerak, ota-ona, qo'ni-qo'shni, farzand har bir yaxshi amalni, har bir ikir-chikirdan o'tib jannatni qaytaga tushamiz, qaytaga tushmaymiz, Alloh o'zi bilguvchi. Rasululloh aytdilarki, deganlarida boyagi yahudiyatga yo bera olmayman dedi. Deganlarida mana bu suhbatda bo'lib turgan sahoba bo'lardi, Abu Darda degan. O'zi islomda Rasulullohga xizmat qilib, molidan, davlatidan musulmonlarga, faqirlarga yordam qilib, o'zi din ustumiga miqini qoqqan, o'zini o'rnida yaxshilik qilib qolgan, ibodat qilib qolgan, Rasulullohni xursand qilgan Abu Darda bo'lardi. Shu aytdiki, "Ya Allohning rasuli" dedi. Labbay dedi. "Shu bir tup xirmoni men olib bersam ham menga va'da qilasizmi?" deganlarda, "Albatta va'da qilaman" dedi. Shunda boyaga Madinalik Yahudiga qarab atdilar, mushrikka qarab atdilarki, "Ey palonchi, meni taniysanmi?" dedilar. "Taniyman" dedilar. "Xirmozorni ko'rganmisan?" dedilar. "Ha, arablarning ichidagi xirmozorlarning eng kattasidan bittasi, serhosil joyda. Hozir mana bodom eksa, prezident bodomi 1-2 gektar bo'lsa, o bodom zori bor ekan deymiz-ku, shuni singari yaxshi sizning xirmoyingiz" dedi, "nasldor xirmo, bilaman" dedilar. "Yanidagi qo'rg'onini ko'rganmisan?" dedilar. "Ha, ko'rganman." "Kushugini-chi?" dedilar. "Kushuk degani o'y." Ha, bilaman" dedi. "Hammasini berdim" dedi. "Hammasini berdim, senga bir tup xirmoni ber" dedi. Hammasini berdi, bir tup xirmo berildi. Boyaga bizning tildagi kelishmovchilik yechildi. Boyaga bir tup xirmoni oldi. Boyaga irg'in mushrik, Madinalik mushrik xirmozorga aylandi, egasiga aylandi va Abu Dag'daq uyiga borar ekan, eshikni taqillatdi. "Ey palonchi, uni uyida kutib turgan Ummu Dag'daq ayoli bor." Ummu Dag'daq ayoliga aytdiki, "Ey taqsir, o'zini uyiga ham chaqirib keladimi?" dedi. Deganlarda, "Bu o'yni men savdo qilib oldim" dedi. "Qandoq savdo qildingiz?" dedi. "Rasululloh jannatda bir tup xirmoni va'da qiluvdilar. Men hammasini berib yubordim." Endi sahobiylarni ayoli ham taqvodor bo'lgan, opalasilar ham ishlaydi. "Voy, nima berasiz? Zo'rg'a ko'kattirganmiz. Meni bola kimga qilmadi?" Taqsir, siz yutibsiz" dedi. Va erini oldiga tushib ketdi. Mana bu voqeani tugadi. O'ylab ko'ring. Xirmozor qoldimi? Qolmadi. Boyagi yetim ukalari bor, qoldimi? Qolmadi. Yahudi
mushrik o'tdimi? O'tdi. Rasululloh o'tdi. Kim yutdi birodar? Abu Dagdag va'da qilgan. Shunda Abu Dagdagdan so'ragan ekan: "Ey Abu Dagdag, 10 tub bersangiz bo'lardi, 5 tub bersangiz bo'lardi, 100 tub bersangiz bo'lardi. 600 tub ham beradimi?" deganlarda jannatga tushib olishiga momenti kelib turganda ko'zimga xirmonzor ko'rinmadi. Mana bu ihsonning egalari Ramazonda savobni ega qilib oladi deganda mana moli davlat ko'rinmadi. Sizlarga ham birodarlar shunday bo'lsin. Mana bu Ramazonda fitrozani beraylik tezroq. Berganda ham ertaroq beringni. Bu olgan odam ham roza kunida, hayit kunida uyini chiroyli nima qilsin? Zinatlantirsin. Sizlar o'ylaysizlar, orqamizda har xil gaplar, kommentarlar yozyapti. Yaxshi ham shu nima deydi, negativchilar bor ekanda. Nima uchun desa, biz mazza qilib, mana bu izzatlar, mana uringanlar biz mazza qilib nima qilyaptik? Savobga ega bo'lyaptik. Mashaqqatsiz savobga ega bo'lyaptik. Nima deyapti? Ko'z-ko'z qilib tarqatma, xonadon tarqatsa bo'ladi-ku. 10 qo'l berganni chap qo'l bilmasinmish. Endi eshitdingmi? 10 qo'l berganni chap qo'l bermasin, bilmasin degan maqol bormi, yo'qmi? Bor. Ular qandoq bo'ladi desa, ommatan qilinadigan ihsonni ko'rsatib qilish kerak. Mana bu joyda ommatan bo'lyaptimi? Endi odamlar yozyapti. Biz ham 10 kilo guruch beraylik, 5 kilo yog' beraylik, bizga ham qo'shib beringlar. Endi ularning qalbida nima o'g'ayapti? Savobga umid o'g'ayapti. Endi yakka tartibda ihson qilasiz. Qo'shningiz, mana bu qo'shningizga beradigan bo'lsangiz, bekitib bering. Mana qo'shningizni o'g'lini oldida, xotin bola chaqasini oldida ko'rsatib, 4 kishini oldida "Ma" desangiz, "Boyagi bola men dedim ihsonga boqqan" demasligi uchun yakka tartibdagi ihsonni bekitib beriladi birodar. Ommatan qilinadigan asfal besiladi. Inshaalloh olib borsak, uyimizda o'sha yarim soat opalar osh pishguncha 40 minut ketadimi? O'sha 40 minutda necha rakat namoz o'qiydi ayollarimiz? O'ylani. Yo noto'g'ri gapiryapman. Mana bu xonadonda tahajjudlar o'qiladi. Endi qara. Bu momentini qo'lga kiritib oladi desa, oramizda bo'lachi ham o'yladiganlar bor ekan momentini qo'lga. Kecha bir ish bilan, mayli, bu kelganingizga minnat emas. Buni gapirmang dedi-yu, meni bir kun uxlatmadi. Bu gap yana bir oy bo'lsa, bir oy uxlatmaydi. Gapirmasam, erga bitta gap bor ekan. Biror gapni gapirmasangiz, u sizning qoningizda asiringiz ekan. O sizni chiqmasa qalbingizda asiringiz ekan. Ammo biror yomon gapni gapirib qo'ysangiz, siz u gapni asiri ekansiz. Eshitib qolmadimikin? Bilib qolmadimikin? Indamasmikin? Ishingiz taqilib ketsa qo'rqarkan. Kecha bir sabab bilan mashinamni oldiga borsam, bir tanish, ehtimol sheydadirlar, ehtimol sheyda masdurlar, bir xotinlar biladi, tabik bo'ladi, begonadan chiqqan tabik tog'ari, sariq. Unda endi xoshiyasi bor. O'shanga plasmatsada nevaralarimni, o'g'illarimni osha beryapti, bu kishi to'kyaptilar. Mash momentini qo'lga kiritadi debdilar bu kishi ham. Yaxshi qilyaptilarmi? Qarang, o'ylab ko'ring. Shuna bor. Aka, nima qilyapsiz? Shuncha osh kerakmi desam, taqsir o'zi 3-4 ta usta berdi. Keliningiz iftor ro'zadorda ovqat qila olmadi debdilar. Birodarlar, mayli, ehson qozoni bilan olib ketsani ham rozimiz. Ammo lekin buni saharlik qilamiz degan nechta inson yo'l bosib keldi-ku, yana to'g'rimi? To'g'rimi? Bu abitdagi ustaga emasdi. Buni qilinayotganda niyat saharlikka deb qilingan. Abitga avatgan odam kelib, "Voy, abitga men oldim, rozi qo'ying" deyish kerak. Mayli, demani rozimiz. Ammo lekin hamma narsa ham chiroyli hurmati bilan bo'lsin. Undan tashqari akalar, ukalar, mana bu oshga yana qo'shganmiz guruchini. Alloh xayrli qilsin. Ammo lekin kechaginda ko'rdinglar juda betartiblik ketdi. Uni ko'rgan kishi deydigan bo'lib qoldi. Hattoki salishga usbet qilayotganda tovog'i bilan qilyapti. Voy, nima qilyapsiz desam, "Ha, to'xtang" dedi. Tovog'ini ham tiqyapti. O'shaning uchun jon birodarlar, inshaalloh hammasi yetadi. Inshaalloh sabr. Xudo xolasa hammasi Allohning roziligi uchun. Bu yerda hech qanday manfaat yo'q. Hammasi Allohning roziligi uchun. Yana nima dedik? Yana bir narsani eslab o'tamiz. Har doim eslaymiz, yana eslaymiz. O'tkinchi bir dunyoga kimlar kelib ketmadi. Kimdir murodiga yetdi, manziliga yetdi, murodiga yetmadi. Voy birodarlar, sizdan, bizdan baxtiyor insonni o'zi yo'q. Negaki otamizni duosini olganmiz. Mushtifar, munis bo'lgan onamizni duosini olganmiz. Endi farzandlarni duo qilmoqlik qoldi.
qalbimizda bitta ilinj Allohning rizoligi qoldi. Mana tutib turgan ro'zalarimiz Allohning rizoligi uchun bo'lsin. Hammamiz yalanamiz, iltimos qilaman, bitta ro'zani tezroq beringlar. Shayton la'in keladi. Bitta ro'zani berayotganingizda ertaga berasan, indinga berasan, keyin berarsan degan vasvasa bilan keladi. Ana o'shuning uchun inshaalloh ana o'shunaqa vasvasa qilmasdan Ramazon oyi yilda bir marta keladi. Bu bitta ro'za bir yilda bir marta Ramazon oyiga yetib kelib, Xudo bergan umrga sog' salomat yetib kelganimiz. Inshaalloh hammamizni ham bitta ro'zaga, zakotga, qurbonlikka qodir qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Allohim mehribonim, jaloling, jamoling, haybating, eng go'zal ismlaringga hech nimani shirik keltirmay duo qilamiz. Avvalambor aytilgan masala, mana bu qilingan ihsonlar, mana ko'tarilgan qo'llar sening roziligi uchun. Alloh yurtimizni tinch qil, osmonimizni musaffo qilgin. Bizlarni mana bugun haqqimizga duo qilib o'tgan qo'llari qadoq bo'lib, o'sha qadoq qo'llarni suvga ursa, ichsa-da, oldida ag'ir mehnat tursa-da, shundan bola shaqa baqiyatman deb Allohim bizlarni o'ylab umrini o'tganini bilmay qolgan va bizni haqqimizga eng so'nggi nafasda ham ey Robbim bolamni topganiga baraka ber, farzandimni baxtini ber deb o'tgan otalarimiz Alloh rahmat qilgin. Homiladorlik vaqtlarida issiqda tandirga boshlarini tiqib, dardlarni orttirib, yana kunduzlari kirlarimizni yuvib, yana kechalari kirlarimizni quritib, yana orqa oldimizdan bizlarni o'limni o'zing panohingda asra deb, ey ota, ey ona siz bilmaysiz deganimizda ham o'g'lim bu gapni bilmay aytdi ey Robbim, o'limni gunohini kechir deb orqa oldimizdan duoyimizni qilib o'tgan onalarimizga Alloh rahmat qilgin. Amin. Hayot bo'lgan ota-onamizga uzoq umr ber. Allohim biz yoshlik chog'imizda qandoq injiqlik qilsak, otamiz, onamiz bizni yupatganlaridek tarigan chog'larda onamizni, otamizni injiqliklari, bir gaplari va u kishiga mehnatlari Allohim bizga malol kelmasdan xizmatlarini qilishligimizni hammamizga nasib ro'zaligin. Bugun bevali bilan bola chaqa baqayotgan opalarimizni, singillarimizni topganiga baraka ber. Bolalarni o'qimishlik, ziyoli qilgin. Qarigan chog'larda rushnolik ko'rishliklarini Alloh nasib ro'zaligin. Safardagi o'g'il qizlarimiz ikki haramda turib bizni haqqimizga duo qilib, umra hajini qilib yurgan yurtdoshlarimiz kechalari qoyim turib masjidlarda xatmlarni o'qib va masjidlarda bizni haqqimizga duo qilgan domlalarimiz, oilamiz, mahallamizdagi qari ota, qari onalarimizni duolarini haqqi hurmatidan ularni tanjonlarini sog'ayligin. Allohim bizga xizmat qilgan bu ukalarimizdan va duoga qo'l ko'tarib turgan mana bu akalarimizni yaniga Ramazonga ham sog' salomat yetib, fitr ro'zaga, zakotga, qurbonlikka qodir qilishligini Alloh nasib ro'zaligin. Allohim mehribonim, tutgan ro'zalarimizni qiyomatga zahira qil, gunohlarimizga kaforat qil. Ey Robbim, biz ham bola baqiyatmiz, farzandlarimiz qarigan chog'imizda halol yedirib, farzandlarimizni qo'liga qarab qolganimizda Alloh bizlarni malollanmasdan yanimizda yelkadosh bo'lishligini hammamizga nasib ro'zaligin. Befarzandlarga bugun tongni hurmatidan ertaga indinga bo'lib qolar deb farzand kutib turganlarni Alloh bu tongni haqqi hurmati, saharlikni haqqi hurmatidan o'zing farzand ato qilgin. Farzandlari ko'p bo'lib baxti ochilmay turgan o'g'il qizlarimizni Alloh ota-onasini tengi tusha, aka-ukasini olti yuzini yerga qaratmasdan farzandlarni baxti iqbolini bergin. Bemorlarimizga shifo bergin. Allohim mehribonim, aka-uka ahilligimizga ko'z tegizmagin. Bizni tarbiya qilgan ota-onamizning ruhlari shod, hayot bo'lgan ota-onamiz biz aka-uka, ini singil ahilligimizdan ko'ngillari to'q bo'lishlik ne'matini Alloh nasib qilgin. Tongda turib xizmat qilgan va molidan Allohim bu sarflagan aka-ukalarimiz, bu hoji bo'm, hojonani dunyo keltirgan ota-onalardan Alloh rozi bo'lgin. Farzand baquvvatli farzandlari shunaqa saxiy bo'ldi. Bizni farzandlarimiz ham saxiy boylardan bo'lishlik ne'matini Alloh nasib qilgin. Allohim bizni bu dunyoda birga jam qilding. Jannatda Rasulullohning oldilarida ham jam bo'lishlik ne'matini hammamizga nasib ro'zaligin. Shariatda oson qilgin. O'y, hammamizni menga zamzam qo'shyapti. Nimaga sabab? Qalbimizda zohiriy va botiniy dardimizga shifo bersin. Namozga azon chaqirilganda dangasa dardimizga Alloh g'ayrat degan shifo bersin. Allohumma qsina aqibatina fil umri kulliha va ajrina min huzzid dunya va azabil akhirah. يا رسول الله باوانا نويت جن خوشا جن خوشا عراقتكم لا باوانا ونتوانوشا ونوشا هر
نوك حجيان بابانا لدور بيت الله بابانا ما دوري تو عزيزا يا حبيب يا شافي يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة Mana bu ihsondan qolgan davlatingizga baraka bersin. O'zatilo sizga. Urungan sizlarni tanjaningiz sog' bo'lsin. Mana bu mehnatni evazini inshaalloh qiyomatda alayni. دلی مشکینه I am what I